Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Buxoro Chorva kanali obunachilari mana aka, ukalarimiz bugun buqalarning zo'rlaridan kelgan mana. Chorni Pyostraga semental udaridan. Aka ukalar yeyishlarga e'tibor beringlar. Mana Chorni Pyostra. Semental. Semental g'unajin, ko'pchilik so'ragan semental g'unajinimizdan ham kelgan aka ukalar. Mana sementalning udaridan kelgan buqani. Ketlardan hozir aka ko'rsatamiz aka ukalarimiz. Mana oyoqlari, mana ketlari. Jonivor. Mana shuni juplab olinglar aka ukalar, ikkalasini maza qilasizlar xudo xolasa. Narxlarni yengil qilib aytib o'tamiz. Xo'p. 35 million so'm, 29 million so'm semental. Xo'p, bunisi 25 million so'm. Mana bu buqamiz 31 million so'm, 31 million so'm. Bo'g'oz g'unajinlarimiz bor. Bo'g'oz g'unajinlarimizni ham hozir ko'rsatib o'tamiz aka ukalar. Mana bu yerdan bitta ikkita buqa bor. Xo'p, mana bu ham 25 million so'mga ketadi. Mana bu qora olasa 20 million so'mga aksiya. Xo'p. 8 oylik bo'g'oz. Bo'ylari 1.40. Jonivor. Mana aka ukalar. Jonivor kalalariga e'tibor beringlar. Mana. Bo'ylari 1.40 million so'm bo'lsa ketdi 8 oylik bo'g'oz. Mana bu 1.43 bo'yi jonivor 50 yillik bo'g'ozligi 33 million so'm bo'lsa ketadi. Mana jonivor. Yeyishlariga e'tibor berasizlar jonivorni. Xo'p. Buqalarni hozir ko'rsatamiz aka-ukalar. Hozir qisqacha ma'lumotini berib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarni yana ozgina mana jonivor yilini qarang. Ozgina kelishtirib beramiz aka-ukalar. Mana. Va jonivor, mana bu go'zallikni qaranglar. Yelanaga e'tibor beringlar aka-ukalar. Narxi 29 million so'mga qo'yildi. Mana jonivor, voy. Xo'p, bu 6 oylikdan o'tgan. Bunisi ham 6 oylikdan o'tgan bo'g'oz. Mana jonivor. Buni ham yelanlariga e'tibor beringlar, jonivor yelan qilgan. Xo'p, narxi 29 million so'm oqi. Bunisi 25 million so'm kerak. Mana shvedga Chorni Pyostra ko'pchilik so'ragan aka-ukalarimiz uchun shvedga Chorni Pyostra. Mana jonivorning yelinlari birinchi qoringa, mana yelin. 6 oylik bo'g'oz, 25 million. Mana shved, tur jon. Tur. Mana shvedga e'tibor beringlar aka. Qirg'iz shvedi zo'ridan ko'pchilik so'raydi buni. Bo'ylari aka 1.25, 1.25, 1.22, ana oqniki ham 1.25 aka-ukalar. Mana yelin zapaslarga e'tibor beringlar. Mana jonivor, zapaslar. 5 oylik bo'g'oz. 25 million so'mga. Jonivor tur. Aka-ukalarga e'tibor berasizlar aka. Shvedga Chorni Pyostra gibrid jonivor. Mana voy. Turlaringdan san. Mana. Yelinga e'tibor beringlar. Oq so'sga, oq yelin, oq so'sga joylar 23 million so'mga qo'yildi mana bu jonivor. Xo'p, san ham tur. Bitta sani ham ko'rsataylik. Tur jon. Kichkina demang bizni ko'tarib uramiz degan joydan mana sizlar. Mana. Buni qarang. Yeliniga e'tibor beringlar aka-ukalar. Jonivor maza qilib yotuvdi endi. Majbur turg'izdi bu joydan. 8 oylik bo'g'oz. Bu ham shu 22 million so'mga ketaveradi jon. Aka-ukalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mollarimiz tugamaydi, xudo xolasa kelaveradi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Bu hozir qisqa ma'lumotlar bo'ldi. Telefon bilan bemalol aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar.